Assalomu do'stlar. Spektrum A2 Kapitel 7 bugungi mavzuyimiz Sprachen und Reisen deb nomlanadi. Ya'ni tillar hamda sayohatlar deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Demak, birinchi mashqda intervyu Sprachen deb nomlanmoqda va bu yerda sizlarga 6 ta savol berilyapti. Kelinglar shularni tahlil qilib chiqamiz. Demak, birinchi holatda welche Sprachen sprechen Sie? Qaysi tillarda gaplasha olasiz? Ikkinchisi, welche Fremdsprachen sprechen Sie am besten? Qaysi chet tilida, demak, siz yaxshi gaplasha olasiz? Wann und wo haben Sie diese Sprache gelernt? Qayerda va qachon ushbu tillarni o'rgangansiz? Hamda uchinchi savol, hören Sie Musik lieber in Ihrer Muttersprache oder in anderen Sprachen? Musiqani ona tilingizdami yoki boshqa tillarda eshitasizmi? Va to'rtinchi savol, sehen Sie manche Filme in der Originalsprache, wenn diese nicht Ihre Muttersprache ist? Filmlarni original tilda ko'rib turasizmi? Qachonki ular sizning ona tilingiz bo'lmasa ham deyilyapti. Va beshinchi savolda, warum lernen Sie Deutsch? Nima uchun nemis tilini o'rganyapsiz? Was mögen Sie beim Sprachenlernen? Nima yoqadi til o'rganish mobaynida? Was finden Sie schwierig? Nimani qiyin deb hisoblaysiz? Deb demak savollar berilmoqda. Albatta bularga nemis tilida demak bizdan javob berishimiz so'raladi. Ikkinchi bugunga e'tiborimizni qaratamiz. Warum lernen Sie Deutsch? Nima uchun nemis tilini o'rganyapsiz deb nomlanmoqda va A qismiga bizga albatta maxsus hören qismini beryapti. Buni eshitgan holatda biz richtig oder falsch belgilarini belgilaymiz. Endi esa B qismiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, bu yerda bizga while connectorini o'rgatib ketmoqda. Buni biz bundan oldingi kapitalda ko'rib chiqqandik, grammatik qismini. Endi esa shunga oid demak mashqlar berilmoqda. Misolda demak o'qib chiqamiz. Mario geht nach München, weil seinen Master an der TU München machen will deyilmoqda. Ya'ni bu yerda while modal fe'lni oxiriga o'tkazib olayotganligini ko'rib turibmiz. Demak, Mario Münchenga boradi, chunki u yerda demak TU München demak magistraturasida qilishni xohlaydi deyapti. Va birinchi qismda Mario lernt Deutsch, weil, albatta bu yerga weil qo'yiladi, weil die Sprache für den Alltag in Deutschland braucht. Mario nemis tilini o'rganyapti, chunki u tilni o'zini o'sha kun mobaynida Germaniyada kerak bo'lyapti. Va ikkinchi qismi Bertus einen Deutschkurs machen turibdi. Bu yerda Bertus macht einen Deutschkurs, weil sich in eine deutsche Frau verliebt hat bo'ladi. Ya'ni Bertus nemis tili kursiga boryapti, chunki u nemis ayolini yoqtirib qolgan deb nomlanmoqda va qolgan mashqlarni ham xuddi shu tarzda while connectorini qo'llab gap tuzishimiz bizdan so'raladi. Uchinchi mashqda esa diskussion Sprachenlernen, ya'ni chet tilini o'rganishga diskussiya berilyapti. Bu yerda demak turli xil savollar berilyapti. Kelinglar shularni birgalikda o'qib, tarjima qilib chiqamiz. Wie viele Fremdsprachen kann man lernen? Ya'ni nechta chet el tilini o'rganish mumkin? Wie viele Sprachen sollte man sprechen? Nechta tilda gaplashish kerak o'zi? Und welche va qaysilar? Kann man eine Sprache wieder vergessen? Demak tilni yana esdan chiqarish mumkinmi? Was kann man tun, wenn man Vokabeln nicht vergessen möchte? Nima qilishimiz kerak qachonki biz demak so'zlarni esimizdan chiqarmaslik uchun deb atalmoqda. To'rtinchi mashq Europäische Sprachpolitik deb nomlanmoqda. Bu yerda demak bizga tekst berilyapti. Tekstning nomi esa Einsprachgenie deb nomlanadi. Ya'ni til dahosi yoki til geniysi deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Demak, boshladik. Ein Sonderauftrag bei der Europäischen Kommission
Jemand muss dringend vertrauliche Dokumente aus dem Hebräischen und Aserbaidjanischen übersetzen. Ya'ni o'sha yozgi buyruqqa asosan Yevropa jamiyatida kimdir tezkorlik bilan o'sha qayg'uli hujjat Gibral tilidan Ozarbayjon tiliga tarjima qilishi kerak edi. Den Auftrag übernimmt Ioannis Ikonomou. Ya'ni bu buyruqni o'z qo'liga oldi, demak Ioannis Ikonomou. ist Grieche, arbeitet als Übersetzer bei der Europäischen Kommission und spricht 32 Sprachen. U grek, ya'ni yunon bo'lib, ishlaydi tarjimon bo'lib Yevropa komissiyasida va gaplasha oladi 32 ta tilda. Das gibt es nicht so oft auf der Welt. Bunaqasi dunyoda hali yo'q. Schon als Kind interessiert sich Ioannis für Sprachen. Demak, yoshligidan Ioannis tillarga qiziqqan. Auf der Insel Kreta hörte die ersten Fremdworte von Touristen und wollte sie unbedingt verstehen. Ya'ni Kreta orolida u birinchi marta o'sha chet el so'zini turistlardan eshitdi va buni bevosita tushunishni xohladi. Mit 5 Jahren lernt Englisch, mit 7 Jahren Deutsch, danach Italienisch. 5 yoshidan u o'rgandi ingliz tilini, 7 yoshidan esa nemis tili, keyin esa italyan tilini. Es folgt Russisch, Swahili und Turkish. Keyinchalik o'rgandi rus tili, Swahili tilini, turkcha tilni. Später reiste in fremde Länder. Keyinchalik u chet davlatlariga demak sayohat qildi. Besonders fasziniert war von Indien und den Sprachen Urdu, Hindi und Sanskrit. Asosan u demak Hindistondagi Urdu, Hindi hamda Sanskrit tillarini bajondir o'rgandi. Heute spricht Ioannis 21 von insgesamt 24 Amtssprachen der EU. Ya'ni bugungi kunda Ioannis 21 til, umuman olganda o'sha 24 ta davlat tilidan Yevropa komissiyasini, Yevropa объединениясini 21 tasini biladi. Für Irisch und Maltesisch hat keine Zahl. Litauisch hat wieder vergessen. Ya'ni irlandcha hamda maltachani unga vaqti yo'q ekan, lekin Litva tilini bu yana esidan chiqarib qo'ydi. Damit die anderen Sprachen nicht ebenfalls vergisst, beschäftigt sich in seiner Freizeit intensiv mit Sprachen, am liebsten nachts vor dem Computer. Shu bilan boshqa tillarni esdan chiqarmasligi uchun u demak bo'sh vaqtida intensiv tillar bilan shug'ullanadi va kechqurunlari kompyuterning oldida o'tiradi. Dann sieht auf dem PC Chinesisch oder Ungarische Fernsehen. Va u personal o'sha kompyuterida xitoycha hamda vengercha ko'rsatuvlarni ko'radi. Oder chattet stundenlang auf Russisch, Turkisch oder Bulgarisch. Yoki u o'sha yozishadi soatlab rus tilida, turkcha hamda bolgar tilida. Normalerweise geht um 4 Uhr morgens ins Bett, schläft 4 bis 5 Stunden. Normal holatda u ertalab soat 4da uxlagani kirib ketadi va 5 soat uxlaydi. Jetzt will Albanisch lernen, denn das Land ist EU-Beitrittskandidat geworden. Hozirda u albancha tilini o'rganmoqda, chunki ushbu davlat o'sha Yevropa ittifoqiga kandidatiga qabul qilindi. Nach 3 Monaten möchte die Nachrichten des albanischen Rundfunks verstehen. 3 oydan keyin u xohlaydi, demak, xabarlarni albancha radiolarda tushunishdi. Natürlich ist Ioannis eine Ausnahme. Albatta Ioannis bu ismi. Ist ein Sprachgenie. U til dahosi. Für normale Menschen bleiben solche Fähigkeiten ein Traum. Normal insonlar uchun bu albatta orzu bo'lib qoladi. Doch für die EU ist es wichtig, dass alle Bürger Sprachen lernen. Lekin Yevropa ittifoqi uchun bu muhim, barcha fuqarolar tilni bilishi. Das Ziel der europäischen Sprachenpolitik ist, dass jeder EU-Bürger 3 Sprachen spricht. Demak, maqsadi Yevropani, demak, til politikasini har bir fuqaro 3 ta tilda bilishi kerak. Die eigene Muttersprache, o'zini ona tilisi, die Sprache eines Nachbarlandes, qo'shni davlat, hamda internationale Sprache, xalqaro til, ya'ni ingliz tili. Nach Meinung der Europäischen Kommission können die EU-Bürger mit guten Fremdsprachkenntnissen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.
Ya'ni Yevropa komissiyasi, Yevropa Ittifoqi fuqarolari demak chet til bilimi ularni ish bozoridagi imkoniyatlarini oshiradi deb ma'lumot berilmoqda va 5-qismda xuddi shu o'qigan tekstimizdagi ma'lumotlar berilyapti. Bu yerdan biz demak to'g'ri variantlarni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 6-mashq Strukturen finale nebensätze mit damit deyilyapti. Ya'ni damit qo'shimchasi bilan gaplashamiz. Bu konnektor asosan qo'shma gaplarda keladi va mana bu yerda ma'lumotlar berilib ketmoqda. Wozu yoki mit welchem Ziele deb nomlanyapti. Ya'ni damit nemis tilida maqsadni bildiruvchi yordamchi so'z hisoblanadi. Nega, qanday maqsadda degan savollarga javob beradi va grammatik jihatdan fe'lni demak oxiriga o'tkazib yuboradi. Aynan tushlanadigan fe'lni oxiriga o'tkazib yuboradi. Va mana bu yerda demak bizda ma'lumotlar berilyapti. Damit die anderen Sprachen nicht vergisst, beschäftigt sich in seiner Freizeit intensiv mit Sprachen deyilmoqda. Demak bu yerda tarjimasi u bo'sh vaqtlarida demak intensiv tillar bilan shug'ullangan, shu maqsadda yoki shu bilan u tillarni unutmagan yoki esdan chiqarmagan degan ma'noni beryapti. Va B qismida aynan damitga oid mashq berilmoqda. Buni misolida demak ko'rishimiz mumkin. Ich lese jeden Tag Le Monde, ich mein Französisch nicht vergiss turibdi. Endi pastida buni tushlangan shaklida berilyapti. Ya'ni e'tibor beramiz. Ich lese jeden Tag Le Monde, damit ich mein Französisch nicht vergesse. Men har kuni Le Monde gazetasini o'qiyman, shunda fransuz tilini unutmaslik uchun. Ya'ni shu bilan fransuz tilini unutmaslik uchun deyilyapti. Ya'ni bu holatda damitni berib ketyapti va fe'lni ko'rib turibsizlar, oxiriga o'tib ketyapti. Endi navbatdagisi Max besucht, mana Max jonda fe'l keladi. Bu yerda aynan das qo'yilishi kerak ekan. Max kann mit anderen Leuten zusammen lernen, damit er seinen Sprachkurs besucht bo'ladi. Ya'ni Max boshqa insonlar bilan birgalikda o'qiy olishi mumkin. Shuning uchun yoki maqsad shu bilan u boshqa til kursiga tashrif buyuradi. Ya'ni nima maqsadda u tashrif buyuradi? Albatta maqsad ko'rsatilyapti. Boshqa insonlar bilan demak birgalikda o'rganishi mumkinligi uchun. Va ikkinchisi Claudi fährt auf nach China. Ya'ni Claudi Xitoyga boradi tez-tez, damit sie das Land besser kennenlernt. Claudi demak Xitoyga tez-tez borib turadi. Shu bilan u davlatni demak yaxshiroq tanishadi. Va uchinchisini ham qilib beraman. Man muss mehrere Fremdsprachen sprechen, damit man gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Ya'ni ko'plab chet tillarini bilish kerak. Kishilar shu bilan unda demak nima deyapti? Ish bozorida yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ladi deyilmoqda. Navbatdagi 4 hamda 5, 6 ni mustaqil demak o'z nihoyasiga yetkazib qo'yasizlar. 7-mashqda Tipps zum Sprachlernen deb atalyapti. Ya'ni o'sha chet tilini o'rganishga oid nimalar, misollar, masalalar yoki takliflar. Hören Sie deutschsprachige Musik. Demak nemis tilidagi musiqani eshiting. Rhythmus und Melodie helfen beim Lernen der neuen Sprache. Ya'ni ritm hamda melodiya til yordam berishda, yangi til yordam berishda yordam beradi. Ikkinchisi, sehen Sie Filme oder Nachrichten auf Deutsch. Film hamda xabarlarni nemis tilida ko'ring, damit Sie Ihren Wortschatz verbessern. Shu bilan siz o'z so'z boyligingizni demak yaxshilaysiz. Uchinchisi, lernen Sie Wörter in Wortgruppen oder Sätzen. So'zlarni so'z gruppalari bilan yoki jumlalar bilan yodlang. So kann man sich neue Wörter besser merken. Shuni bilan siz demak yangi so'zlarni yaxshiroq eslab qolasiz. To'rtinchisi,
Nutzen Sie das Internet, internetni ishlating, suchen Sie nach Informationen auf Deutsch. Ya'ni xabarlarni nemis tilida oqtaring. Lesen Sie Texte über interessante Themen, das ist motivierend deyapti. O'qing deyapti tekstlarni va qiziqarli temalar haqida, bu sizga motivatsiya beradi. 5. Sprechen Sie so oft wie möglich Deutsch. Iloji boricha tez-tez nemis tilida demak gaplashing. Haben Sie keine Angst vor Fehlern deyapti. Shu bilan sizda qo'rquvlar kamayadi deyilyapti. 6. Lernen Sie wichtige Wendungen für den Alltag, dann können Sie besser kommunizieren. Ya'ni muhim jumlalarni kuni bo'yi o'rganing, kunda ishlatiladigan va siz yaxshi kommunikatsiya qila olasiz. 7. Beschäftigen Sie sich jeden Tag mit der Fremdsprache, wiederholen Sie die neuen Wörter, damit Sie die Vokabeln nicht wieder vergessen. Ya'ni har kuni chet tilini bilan shug'ullaning, takrorlang, yangi so'zlarni shu bilan siz demak so'zlarni esingizdan chiqarmaysiz. Va 8. Lesen Sie viel, ko'pgina o'qing. Lesen ist ein Schlüssel zum Erlernen einer neuen Sprache deyilyapti. Ko'p o'qing. O'qish bu kalit yangi tilni o'rganish uchun. Va 9. Finden Sie Ihren persönlichen Lernstil. O'zingizni shaxsiy stilingizni toping. O'qish stilingizni. Lernen Sie lieber in der Gruppe oder allein. Yolg'iz o'qing yoki gruppa bilan o'qing. Sprechen, lesen, hören oder schreiben Sie lieber. Ya'ni gapiring, o'qing, eshiting, ham tinglang, hamda yozing deyapti. Shu demak sizlarga chet tilini o'rganishda beriladigan maslahatlar edi. 8. mashqda Ländern Hauptstadt Quiz deb nomlanyapti, ya'ni davlatlar va poytaxtlar viktorinasi. Bu yerda demak Frankreich, Parij, Bern, die Schweiz, Shveysariya, Amsterdam, die Niderlande, Gollandiya, Teheran, Eron, Moskva, demak Rusland, Tokio, Japan, Washington, die USA, Ankara, die Turkiy, Aten, ya'ni bu Griechenland bo'ladi va Xartum berilyapti. Sizlar demak mana shu qaysi davlatligini kommentariyada qoldirishlaring mumkin bo'ladi. Endi B qismida bizga demak davlatlarda artikellar o'rgatilyapti. Ya'ni bu yerda der Iran, ya'ni bu demak maskulinum bo'ladi, ya'ni murskoy rod. Ikkinchisi femininum die Schweiz, ya'ni Shveysariya. Hamda neutral, bularda artikel qo'yilmaydi. Bular endi Frankreich, Deutschland, Rusland shular kirib ketadi. Hamda pluralga die Niderlande, ya'ni Niderlandlar yoki die USA. Bular demak davlatlarda artikli edi. Endi bu qaysi holatda kerak bo'ladi artikli deydigan bo'lsalaring, aynan o'sha boshqa padejga nisbatan ishlanayotganda biz artiklini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun woher. Ich komme aus dem Iran deb qolyapti. Sababi der datchniy padejda demga o'zgarib qoladi. Bizdagi aus, ya'ni o'zidan keyin biz bilamiz datchniy padejda talab qiladi. Ikkinchi holatda die Schweiz, ich komme aus der Schweiz bo'ladi. Sababi die aynan datchniy padejda derga o'tib qoladi. Va navbatdagisi ich komme aus, bu yerda artikel qo'yilmaydi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Ich komme aus Frankreich. Va pluralda ich komme aus den bo'lyapti. Sababi datchniy padej pluralda biz bilamiz en deklinatsion qonuniga javob beradi. Pastroqqa tushamiz. Wohin. Biz bilamiz wohin albatta o'zidan keyin akkuzativni talab qiladi. Shuning uchun birinchi holatda ich fahre in den Iran bo'lyapti. Ya'ni der denga o'zgarib qolyapti. Navbatdagisi ich fahre in die Schweiz qoladi. Uchinchisi sredniy rod ich fahre, bunda ham demak eslangda bo'lsa qayerga nisbatan nah qo'yasizlar deganman artikelsiz davlatlarga. Va pluralda ich fahre in die Niderlande olmoqda. Albatta bular tillar davlatlar hamda ularning artikli uchun bag'ishlangan qism edi. Asosan ko'p qismini mana bu 3-gruppa, ya'ni neutral tashkil qiladi. Mana bu Eron qismiga bo'lsa o'sha Iroq, o'sha Sudan, aynan o'sha Afrikaga yaqin, Shimoliy Afrika hamda
o'sha Arab yarim orolidagi davlatlarni kirgizamiz. Bu yerda Jenskiy rodga bo'lsa Turkiya kirishini biz bilamiz yoki Slovakiya. Bularda albatta boshqa kapitullarda o'rganganmiz. Davom etamiz. C qismida demak bizga ma'lumotlar berilyapti yana va bu yerda yana jadval berilyapti. E'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni Herkunftsländer ausländischer Touristen in Deutschland deyilyapti. Ya'ni o'sha turistlarni, chet ellik turistlarni qayerdan kelishi Germaniyaga. Pastki qismda esa aynan nemislarni sayohat maqsadlari, ya'ni qayerga borishlari. Ko'rib turibmiz. Birinchi o'rinda Niderlandiya, ikkinchi o'rinda Shveysariya, 3 USA, 4 Gross Britaniya, 5 Italiya, 6 Österreich berilyapti. Va bu yerda demak maxsus savollar. Buni albatta bir-birlaring bilan kurs mobaynida savol-javob qilishlaring mumkin. Die meisten Touristen in Deutschland kommen aus, ya'ni ko'pchilik turistlar keladi. Qayerdan? Albatta, mana misol uchun Niderlandiya. Ausdan keyin die bizda nimaga o'zgaradi? Aus den Niederlanden bo'ladi pluralda. Auf Platz 2 liegen die Touristen aus der Schweiz. Ya'ni ikkinchi o'rinda bizda Shveysariya mana. Es kommen auch viele Besucher aus den USA, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana keladi. Va pastdagi savol. Die meisten Deutschen fahren im Urlaub nach Spanien, misol uchun. Ko'pchilik nemislar borishadi ta'tilga Fransiyaga yoki Ispaniyaga. Viele Menschen fahren auch nach Italien yoki. Sehr beliebt sind außerdem Urlaubreisen nach Frankreich. Shu kabi shunaqa o'yin tarzida bir-birlaring bilan demak savol-javob qilib va albatta O'zbekiston to'g'risida ham ma'lumotlar kiritsalaring bo'ladi internetdan topib va bu albatta sizlarni o'sha nemis tili salohiyatlaringni oshiradi. 10-mashq Landschaft und Natur, ya'ni tabiatga oid ma'lumotlar berilyapti. Bu yerda yangi so'zlar desak to'g'ri bo'ladi. Birinchi holatda der Wald, ya'ni bu bilamiz o'sha o'rmon degan ma'noni beradi. Die Wiese bu dala desak ham bo'ladi, o'tloq joy. Der Park o'zgarmaydi, park. Das Gebirge demak tog'lar. Der See bu aynan o'sha ko'l. Der Fluss daryo. Das Meer dengiz. Diese hamda der Strand bu sohil degan ma'noni beradi va bu yerda aynan o'sha ushbu tabiatga oid fe'llar berilyapti. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Angeln, wandern, Skifahren, Pilze suchen, schwimmen, Kajak fahren, sich sonnen, tauchen. Angeln demak baliq tutmoq, wandern sayohat qilmoq, Skifahren chana uchmoq, Pilze suchen ya'ni qo'ziqorin oqtarmoq, schwimmen suzmoq, Kajak fahren ya'ni kayakda suzmoq, sich sonnen quyoshda tovlanmoq, tauchen esa o'sha suvga sakrash degan ma'noni beradi. Va davom etamiz. Mit dem Boot fahren kemada, segeln ham sinonim shunga, bu ham kemada. Auf dem einen Berg steigen ya'ni o'sha toqqa chiqmoq, rudern ham o'sha akademik eshaklarda eshmoq, piknik machen piknik qilmoq, ya'ni spazieren gehen sayr qilmoq, blumen pflügen ya'ni gul termoq degan ma'noda bersa bo'ladi. Aynan ushbu so'zlarni mana bu quyidagi 10 tomonda berilgan qismga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi bizdan so'ralayotgan narsa. Va birinchisida im Wald kann man, misol uchun o'rmonda nima qilishimiz mumkin? Im Wald kann man Pilze suchen, misol uchun qo'ziqorin tersak bo'ladi. Auf eine Wiese kann man Blumen pflügen, mana buni qo'ysak bo'ladi ikkinchisiga. Va shu tariqa qolgan qismlarni ham shunchaki to'ldirib berishlaring sizlardan so'raladi. 11-mashqda intervyu urlaub, ya'ni ta'til to'g'risida intervyu va bu yerda savollar berilyapti. Yana o'sha kurs davomida demak savol-javob tarzida kommunikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar birinchisiga e'tiborimizni qaratamiz. Wohin fahren Sie am liebsten dieses Jahr in den Urlaub deyilyapti. Bu yili demak qayerga bording deyilyapti ta'tilga. yoki borasan desa to'g'ri bo'ladi, borasan. Ich fahre am liebsten in ein warmes Land, ins Gebirge, nach Griechenland, ans Meer deb javob bersa bo'ladi. Ikkinchisida mit welchen Verkehrsmittel reisen Sie normalerweise? Ya'ni qaysi transport vositasida sen normal holatda sayohat qilasan? Ich reise normalerweise mit dem Flugzeug, mit dem Auto,
mit dem Zug, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, mit dem Bus, mit dem Boot, Schiff kabi javob bersa bo'ladi. Uchinchi holatda was nehmen Sie immer yoki fast immer in den Urlaub mit? Har doim nima o'zing bilan olib olasan? Mana javoblar. Ich nehme immer Geld mit, einen Reiseführer mit, Reisepass mit. Shu kabi kombinatsiyalar qilib javob bersa bo'ladi. To'rtinchisi, was möchten Sie im Urlaub gern machen? Ya'ni ta'tilda nima qilishni xohlaysan? Ich möchte mich erholen, Bücher lesen, am Pool liegen, gut essen, nichts tun, Städte besichtigen, Abenteuer erleben, wandern. Sizlarga turli xil alternativalar berilmoqda. Va beshinchisi, was möchten Sie auf keinen Fall machen? Nima qilishni xohlamaysan? Misol uchun ko'pchilik ta'tilda kitob o'qimasligi mumkin. Ich möchte nicht Buch lesen misol uchun. Shu tariqa javob berishimiz mumkin bo'ladi. 12-chi mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Wichtige Dinge für unterwegs, ya'ni muhim narsalar yo'l uchun. Kreditkarte berilyapti, die Rechnungen bezahlen können berilyapti. Kelinglar shuni endi tahlil qilib chiqamiz birgalikda. Bu yerda mana ich nehme meine yoki eine Kreditkarte mit. Ya'ni men har doim kreditkartani o'zim bilan olib olaman. Damit ich die Rechnungen bezahlen kann. Shu bilan demak men to'lov qila olaman deyilyapti. Bu yerda albatta damit konnektorini ishlatmoqda. Damit haqidagi grammatikani biz 6-upражнениеda ko'rib chiqdik. Birinchi holat Führerschein biz bilamiz. Führerschein bu o'sha haydovchilik guvohnomasi. Ich nehme meinen Führerschein mit, damit ich ein Auto mieten kann bo'ladi. Ya'ni men har doim o'sha pravamni o'zim bilan olaman. Shu bilan men mashinani arenda olishim mumkin. Yoki ikkinchisi, ich nehme meinen Angel mit, damit ich angeln kann. Men har doim o'sha baliq tutadigan anaqam olib olaman. Shu bilan men har doim baliq tutishim mumkin. Yoki uchinchisi, ich nehme immer meine Sonnencreme mit, damit ich mich vor der Sonne schützen kann. Ya'ni men har doim o'sha quyosh kremini olib olaman va shu bilan men quyoshdan himoyalana olaman deyilmoqda. Albatta buni damit bog'lovchisi uchun berilgan mashq hisoblanadi. 13-mashqda Verkehrsmittel, ya'ni transport vositasi. Die beliebtesten Verkehrsmittel für den Urlaub deyilyapti. Ya'ni eng sevimli transport vositasi sayohat uchun yoki ta'til uchun. Für ihre Reisen benutzen 47,7% der deutschen Urlauber das Flugzeug deyilyapti. Ya'ni o'zini sayohati uchun 47% nemislar samolyotdan foydalanadi. 25,9% fliegen mit einer Chartergesellschaft, zum Beispiel Thomas Cook. 21,8% buchen eine Linienflug, zum Beispiel bei der Lufthansa deyilyapti. 25.9% uchadi charter jamiyatda, reyslarda. 21.8% esa liniyali anaqalarda, masalan Lufthansadan foydalanadi deyilyapti. Damit belegt das Flugzeug den ersten Platz und bleibt das beliebteste Verkehrsmittel für Urlaubreisen. Shu bilan samolyot birinchi o'rinda egallaydi va eng sevimli transport vositasi sayohatchilar uchun hisoblanadi. Das Auto liegt mit 40,7% auf Platz 2. Ya'ni auto 40,7% bilan ikkinchi o'rinni egallaydi. Im letzten Jahr war der Anteil des Autos noch bei über 45% va oxirgi yilda avtomobil 45% ga oshdi deyapti. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen das Auto stehen lassen und lieber in den Urlaub fliegen. Bu degani ko'pchilik insonlar mashinasini uyda qoldirib sayohatga uchishmoqda. Bus und Bahn spielen mit etwa 7,6% für Urlaubreisen keine große Rolle. Ya'ni avtobus hamda poyezdlar 7%, 6% tashkil qiladi va unchalik katta rol egallamaydi deb berilmoqda. Va C qismida aynan o'sha avtomobillar uchun bu yerda plus hamda minus tomonlar berilyapti. Buni tarjima qilib, aynan o'sha samolyotga oid, mashinaga, poyezd
hamda avtobusga oid qismlarni plus hamda minuslarni topib chiqishimiz kerak bo'ladi. 15-mashqda demak bizga turli xil SMSlar berilmoqda, ya'ni vaziyatli holatlar Verspätung deb nomlanyapti, ya'ni kech qolish to'g'risida. Misol uchun mana Evanikini o'qiymiz. Eva möchte Sie vom Bahnhof abholen, der Zug nach Erfurt fuhr aber nicht. Eva xohlayapti uni demak vokzaldan olib kutib olishlarini, lekin poyezd Erfurtga yo'q ekan. Sie kommen mit einer Stunde Verspätung mit dem Bus in Erfurt deyapti. U keladi 1 soat kech qolib avtobusda, ya'ni Erfurtga. Ikkinchi xabar Paul Erman, Sie haben 10 Uhr eine Besprechung im Büro mit Paul Erman. Demak, sizni 10:00da suhbatingiz bor ofisda Paul Erman bilan. Leider stehen Sie im Stau, weil es einen Unfall auf der Autobahn gab. Deyapti, afsuski, siz o'sha probkada turibsiz, tirbandlikda, shuning uchun chunki avariya holati bo'lgan. Sie können auf keinen Fall 10 Uhr im Büro sein. Siz ya'ni 10:00da bora olmaysiz deyilyapti. Va 3-holat Anna, Sie wollen nach Berlin fliegen, ya'ni siz Berlinga uchishni xohlaysiz. Dort halten Sie mit Ihren Kollegen Anna einen Vortrag auf einen Konferenz deyilyapti. Siz demak o'sha Berlinga uchishni xohlaysiz va kollega bilan o'sha kelishuvingiz bor, konferensiya. Anna ist schon in Berlin. Anna allaqachon Berlinda. Sie sind noch auf dem Flughafen in Aten. Va aeroportda, ya'ni Afinaga nima bo'ladi? Afinada. Alle Flüge sind gestrichen. Barcha demak reyslar qoldirilgan, pilotlar janjallashmoqda deyilyapti. Ya'ni bu holatda nima qilish kerak? Sie können aus verschiedenen Gründen nicht pünktlich sein deyilyapti. Informieren Sie Eva Herren Ehrenmann Anna mit einer Nachricht über das Smartphone. Ya'ni siz smartfon yordamida xuddi shu haqida demak ularda nima qilish kerak? Xabardor qilib berishingiz so'ranmoqda. Bu albatta 15-mashq uchun atalgan qism edi. Albatta ushbu kapitalni kerakli mashqlarini ko'rib chiqamiz iloji boricha. 17-mashqda strukturen adjektiv deklanatsion deyilyapti, ya'ni sifatlarda tuslanishi. Kelinglar ushbu mashqni qilishdan oldin bir qator sizlar bilan sifatlarni tuslanishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni adjektiv deklanatsionni birinchi holati nominativ, akkuzativ, dativ, maskulinum, murskoy rod, jenskiy rod, sredniy rod hamda plural ko'pliklar berilyapti va artikellarga e'tibor beramiz. Demak, nominativda der bo'ladi. Der kurze Ausflug, ya'ni okanchani olyapti. Ikkinchisi ein kurzer, ya'ni noaniq artikel, o'sha aniq artikelni qo'shimchasini o'ziga oladi. Keyingi holatda die große, eine große. Bu yerda aynan harfi qo'shilayotganini ko'rib turibmiz. Ya'ni die große Insel bu katta orol, eine große Insel bu ham katta orol, faqat noaniq artikelda. Navbatdagisi neutral das schöne Hotel, ya'ni chiroyli otel, ein schönes Hotel. Hotel, ya'ni noaniq artikeldagi s bu yerda qo'shilib olmoqda. Va pluralda die großen Zimmer, katta xonalar bo'lyapti. Bu yerda n akanchani olmoqda. Albatta akkuzativda bizda o'zgarish faqatgina mana bu maskulinumda bo'ladi, ya'ni der denga o'zgaradi, ein ham aynenga o'zgarib qoladi. Illa buni boshqa rangda qilamiz. Aynen bo'lib qolyapti. Va bu yerda ham kurzen Ausflug, ya'ni qisqa ekskursiya bo'lyapti. Bu yerda aynan maskulinumda o'zgarish bo'lyapti, femininum neutrumda esa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Endi esa navbat dativniy padejda. Bu yerda demak demga o'zgaryapti, aynenga o'zgaryapti va ko'rib turibmiz qo'shimchasi n bo'lyapti. Ya'ni dem kurzen Ausflug yoki einem kurzen Ausflug. Jenskiy rodda der großen Insel, einer großen Insel. Ya'ni bu yerda barchasi n qo'shimcha oladi sifatlar. Bu yerda ham dem schönen Hotel, einem schönen Hotel yoki den großen Zimmern. Bu yerda n deklanatsion holati kuzatilmoqda va endi mana bu mashqqa to'xtaladigan bo'lsak,
Wir machen einen kurzen Ausflug. Ko'rib turibmiz bu yerda en hamda kurzen olyapti. Albatta bu yerda akkuzativ bo'ladi. Navbatdagisi der kurze Ausflug. Bu yerda nominativ holatda berilyapti. Nominativ. Wir bringen dir ein kleines Geschenk mit. Ya'ni kichkina sovg'a olamiz deyapti. Bu yerda ham akkuzativ bo'lyapti. Va 4-5 ta mustaqil, demak, tugatib qo'yasizlar. Aynan 7-chi kapitalga oid grammatik hamda mashqlarni sizlar bilan ko'rib chiqdik va bizda kapitalning oxirida Sprechen uchun maxsus kartochkalar berilyapti va 19-mashqda esa sayohat to'g'risida, ya'ni Wilhelm Bushni she'ri berilmoqda. Buni albatta sizlar eshitib, tarjima qilib qo'ysalaring yetadi. Va shu bilan 7-kapital o'z nihoyasiga yetmoqda. Bizni kuzatishda davom eting va biz bilan A2 darajani ham mustaqil o'rganing. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan Asadbek Erkinjonov bo'ldi.